Assalomu alaykum. Men Farg'ona davlat texnika universiteti ishlab chiqarish boshqaruv fakulteti bank audit yo'nalishi 3-bosqich talabasi Soljon Dostonbek bo'laman. Bizga hozirda iqtisodiy tahlil fanidan biror bir korxona tashkilotini marketing faoliyatini o'rganish topshirig'i berilgan. Men hozirda Quva tumanida joylashgan Asl Ideal Mebel MCZ faoliyati bilan tanishgani keldik. Hozir biz Asl Ideal MCZ Rahil oldin bilan suhbat olib boramiz. Biz hozir iqtisodiy tahlil fanidan biror bir korxona tashkilot marketing faoliyatini o'rganish bo'yicha intervyu olish topshirig'i berilgan. Siz qachondan beri bu faoliyatni olib borasiz? Bu korxonamiz dadam korxonaga asos qo'ygan. Hozirda men ishlarimni davom ettirib kelyapman. Shu 2000-yildan beri o'z faoliyatini ko'rsatib boradi. Mijozlarga shu mebel mahsulotlari yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Har xil turdagi. Necha xil turdagi mahsulotlar ishlab chiqarasiz? Asosan biz zakaz asosida ish qilamiz. Mijozni zakasiga qarab holatda har xil stol, stullar, ofisning, har xil oshxona mebellari, har xil turdagi mebellar ishlab chiqariladi. Qanaqa zakaz tushsa o'shanga qarab ishlab chiqariladi. Korxonangizni asosiy mijozlari qayerlarda sotasiz mahsulotlarni? Asosiy mijozlarimiz shu Telegram orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali keladi asosan. Hozir mahsulotlarni reklama qilishda eng yaxshi usul qaysi deb o'ylaysiz hozir? Hozirda asosan Telegram orqali savdo qilyapmiz. Endi Instagramga ham joylashtirib boshladik. Mahsulotlarni endi sekin-sekin rivojlantiramiz reklama asosida. Hozir marketing faoliyatida eng samarali usullar qaysi deb o'ylaysiz hozir? Hozirgi kunda endi asosan shu ijtimoiy tarmoqlar bo'lib qoldi. Instagram. Xaridorlarni jalb qilish uchun qanday chegirmalardan foydalanasiz? Endi ora-orada aksiyalar o'tkazib turamiz, ya'ni shu narxlarni tushirgan holatda. Raqobatchilar orasida ustunligingiz nimada deb o'ylaysiz? Ustunligimiz endi mebel mahsulotlarimizda sifatliligi, narxi arzonligi. Hozir faoliyat olib borayotgan joylaring bitta shetmi yo yana bormi bunaqa? Faoliyatimiz bu yerda bor, keyin sanoat zonada, keyin Quvamiz markazida ham joylashgan. Ikkita joyda bor filialimiz. Bundan tashqari Hozir faoliyat olib borayotgan korxonangizni asosiy aktivlar kapitali qancha miqdorda, necha pul tashkil qiladi? Shu 1 yillik kapitali shu 600-700 million atrofida. Mijozlarga taklif va istaklaringiz? Shu bizdan mahsulot olishsin, sifatini berib Marketing faoliyatida bir muammolarga duch kelganmisiz? Endi hozirgi kunda muammo shu reklama ishlari bo'lyapti, ya'ni narxlarni oshib borishi. Kelajakda qanday rejalaringiz bor marketing faoliyatini? Marketing faoliyatini rivojlantirib, shu reklama ishlarini yana rivojlantirib, seximizni yanada kengaytirish, ko'proq mahsulot chiqarish, xalqqa yetkazib berish. Mijozlar mahsulotlaringizdan qanchalik mamnun bo'lyapsiz? Mijozlar topshirganimizdan keyin xursand bo'lgan holatda qabul qilishyapti. Bo'ldi, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Gule Gule Kurmancı hera gule Hera dilemine Varabamın gule Ezbete tünemme Gule tücanemini Gule estehizdikim Gule ezbete namım